Mana Dubaydagi Galfood vistivkasiga kelganmiz. Hozir mana pavilyonlarni aylanib chiqib, keyingi pavilyonga o'tyapmiz. Bu yerda butun dunyodan kelib, ya'ni distribyutorlar, ishlab chiqaruvchilar, restoran sohasidagilar hamma qatnashyapti. Butun Yevropa mamlakatlari, Latin Amerika, Amerika, Osiyo, butun pavilyon to'la odam. Chunki bitta qatnashishda 250 mingga yaqin odam qatnashyapti bu yerda. Ishlab chiqaruvchilar, ya'ni oziq-ovqat bo'yicha restoratorlarga misol uchun solinadigan ingrediyentlar, yengilliklarni shu yerdan olib ketsa bo'ladi. O'zbekiston ham bu yerda qatnashyapti. Men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Misol uchun 5-6 yil oldin bunaqa bo'lmaganda, qatnashmagan. Hozir pavilyonlarimiz ham keng bo'libdi. Tadbirkorlarimiz rivojlansa yurt rivojlanadi. Ishchi soni ko'payadi. Ya'ni biz ham mana shunaqa eksportlarga ko'p mamlakatlarga qilsak, O'zbekistonning iqtisodiyoti o'sadi. Shu ko'p kontrakt do'g'urlar qilindi, boshqa qilindi. Xudo xolasa manfaatli bo'lsa, ozgina shu Galfood bo'yicha qisqacha video lavhalarimizni sizlarga taqdim qilamiz. Mana bu narsa shampanskiyga o'xshaydi. Hay. Mana Ildi, ya'ni from Belgium, yes, Belgium, Belgiyada. Mana bunaqa bu shampanskiy emas. Bu sharbatli ekan. Men qiziqdim hozir. Nimaga buni shampanskiyni butilkasiga upakovka qilgansan desam, tug'ilgan kunlarda, partiyalarda, kelgan har xil to'ylarda musulmon mamlakatlari ham ovot shundan. Buni ichida mana non alkogol deb yozib qo'ygan. Umuman alkogoli yo'q. Bu ya'ni anorlisi bor ekan, shotutlisi bor ekan, qulupneylisi bor ekan. Lekin men umraga borganimda soatda ko'rgan edim. Ichida adres mehmonxonada ham ko'rdim. Lekin bilmadim. Hammasi sharbat, umuman alkogol yo'q. Hozir men zavodlarni ham so'radim, qanaqa tayinlanishlarini ham so'radim. Hammasi ko'proq qaysi mamlakatlar olyapti desam, shu musulmon mamlakatlar, ya'ni misol uchun Indoneziya, Singapur, Malayziya o'shalar ko'proq olyapti deyishyapti. Даже Makkada ham ko'rdim. Hozir vistivkada ko'rib qolib, mazasi zo'rlik, ha. Sweden, yes? Yeah, I am from Sweden. Yeah, Netherlands, yes. Mana hozir bularda bitta zo'r narsa ekan, mana olib keling, aka. Mana shu avokadoni ustini mana shunaqa ko'ruchka qilib, mana shunaqa upakovka qilib restoranlarga berishar ekan. Mana hozir bizga bitta test qilib bering dedim. Mana ichi ko'rayotgan bo'lsanglar avokado ustini qovurib berishgan. Very nice. It's good. It's good. Zo'r temali ekan. Avokadoni o'zini qovurib bo'lmaydi, bilasizlar, lekin buni ustini ko'ruchka qilib frivarkada siz вообще mazasi bomba ekan. 5 kilo piyozdan 3 kilolik mana shunaqa xuddani piyozdon bo'lardi. Xuddi shunaqa qilib berar ekan upakovkaga qilib. They can use it for salad. They can use it Avstriya brendi. for everything. You coming our country, Uzbekistan? Okay? Yes. I wait you. Yes, absolutely. Thank you very much. Thank you. Your product very nice. Thank you. Okay. Hozir mana biz yaponskiy qulupnayni ko'rib qoldim. Qottaligi, mayli, u shirinligini qo'y. Moshi. Yapon prosta ingliz tilini bilmas ekan. Mana buni bitta olib keling, ko'ring. Qulupnayni mana shunaqa qottaligini qaranglar, mana buni qottaligini. Mana. Bu qottalik